Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Gontekin'nin Şenjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirkətində avazga elinib, Belqut torda anlatıldı. Astı 4 limlik eğil, üstüge asmılıq şotu bilan chiqadigan bir 2 egizlik uyla. İş qilib, Zeynala hozirgacha men anglagan va rasmlarda ko'rgan yazılarning hech qaysisiga o'xshamaydi. Atrofi yog'ochlar bilan to'silgan bog'ning qizil ishiga oldiga kelib to'xtadik. Hatto daraxtlarning yo'pirmoqlarigacha qora ko'ringan bu yezida birinchi qitim qizil rangga uchratdim. Yezi boshliqi mushtimi bilan ishikni urishga boshladi. Har urganda ishik o'rilib ketadigandek lang'ishiydi. Tunji qitim og'zimni ochishga jur'at qilib, "Ichida odam bo'lmasa kerak?" dedim. Yezi boshliqi beshini chayqab javob berdi. "Hadicha xonim namozshomni o'tayotgan o'xshaydi. Bir oz kutaylik." Harvikashning saqlashga vaqti yo'q edi. Yukimni eshik oldiga qo'yib, biz bilan xushlaşdi. Yezi boshliqi chopinining peshini yig'ib, yerda zo'mziyib o'ltirdi. Men chamadonimning bir burchigiga o'ltirib paranglashishga boshladim. Hadicha xonim musulmonchiligi bekmi kuchli ayol bo'lib, tariqat tarafdor ekan. Yezdagi o'lganlarning va tiriklarning ishlariga yetisharmish. Mavlud o'qarmish. Kelinlarning yuzini ocharmish, sakratga tushgan og'riqlarning og'ziga zamzam temitarmish. O'lgan ayollarni yuyib kepanlarmish. Yezi boshliqi har holda madrasada yoki boshqa yerda o'qigan o'xshaydi. Fursatdan foydalanib ba'zi nasihatlarni qilmoqchi ekanligini bildim. Yangi ta'lim-tarbiya usuliga qarshi bo'lmasa-mu, yangi maktablarning din darsini tashlab etganligini shikoyat qiladi. Hozirgacha bu yerga bir qancha muallimlar kelib ketibdi. Lekin birining Qur'oni Karimdan xabari yo'q ekan. Yezi boshliqi Hadicha xonimdan mamnundek bilindi. Men din darsini yaramliq, kuyimchan, dindar xotinga tashlab berib, o'zim boshqa darslarni o'qitsam, yezdikilarni bekmi xush qilarmishman. Bu nasihatlarni anglayotganimda ishqirdan kashining taraqlagan ovozi anglandi. Yezi boshliqi bilan birga o'rnimdan turdim. Ishchidan eshikning ilg'uchi sharaqlab, qo'pol bir ovoz anglandi. "Kim?" "Yot odam emas, Hadicha xonim. Buyerdan bir muallima keldi." Hadicha xonim gavdalik, yopiq yuzlik 70 yoshlar atrofidagi dumchaygan xotin edi. Bu yalg'an sochlari ustidan yog'liq silibapti. Ustiga yarim parich shakldagi yeldirma kiyibapti. Bug'doy o'ng yuzining qo'riqlari orasida ishinib bo'lmaydigan darajadagi jonliq ko'zlari va oppoq tishlari alayda ko'rinadi. U yipiq yuzimni ko'rishga tirishib, "Xush muallima, xush kelibsan, uyga kir," dedi. Go'yo bag'rin ko'chaga chiqish cheklangandek, bir qo'li bilan ishni tarab turib, yana bir qo'li bilan yukimni ko'tardi. Ishni zanjirlab qo'yib, oldimga tushdi. U oldimda, men kaynida bog'chadan o'tdim. Ma'arif mudirining zo'r fidokorligi orqasida silingan maktab binosimi boshqa uylarga o'xshash edi. Faqat ostingi qavatdagi taraklar atrofini texi qarayishga ulgurmagan taxtaylar bilan to'sib, sinib holatiga keltiribdi. Eshikdan kiradigan chaqda Hadicha xonim qo'limdan tutib, "To'xta qizim," dedi. To'satdan cho'chib ketdim. U levining uchida duo o'qigandan keyin, "Qani qizim, bismillah deb avval o'ng oyog'ingni bos," dedi. Ostingi qavat zindonda qorong'u edi. Qiyri xotin qo'limdan tutib tashliq yerdan o'tkazdi. Ko'nirgan bosqichlari linshib qolgan palanpaydan chiqdi. Üstünki qavat vayrona dalon va egiz derazlarning yog'och qapqaqlari mahkam yepilgan yo'g'on bir uydan iborat edi. Ma'arif mudiri maqtagan muallimlar turadigan uy mush edi.
Hadicha xonim yuklarni yerga qo'ydi-da, uyning bir burchagidagi ishkaf vazifasini o'taydigan ko'na o'choqning ichidan chiroqni ilib yoqdi. Uy bu yil bo'sh qog'oshqa chang to'zan besib ketibdi. Xudoyim buyursa ati deganda tozalab beraman. Bu bechora xotin maktabning ko'ni muallimimiş. Ma'arif bölümü maktab mushincha kalg'i kelgashga, uni ko'chaga chiqarib etishga ko'zni qiymay 250 kurush muosh bilan ilib qaptimish. Bu yerim muallim, yerim xizmatchideklar bir ish. Endi men nimani xohlasam, u shuni qilarmish. Bechor xotinning mendan qo'rqayotganligini sezdim. Hisobda men uning boshlig'i edim. Hech qanday kishiga yomonlik qilmaydigan bir qiz ekanligimni bir necha eg'iz so'z bilan uqtirgandan keyin uyni ko'zdan kechirishga boshladim. Chaplangan qog'ozlar ko'nrab ketganlikdan o'tmi to'shik bo'lib ketgan tamlar, yog'ochlar yomg'irda chirib egilib ketgan qop-qora to'rus, bir bo'lingda ichiga eski tuskilar to'ldirilgan o'choq, neriroqda abjig'i chiqqan bir karvat. Demek, buningdan keyingi hayotim musha uyda o'tadi. Avozsiz gamiga tushib qolgandek nafsim qisilib, put-qo'lim muzlab boradi. Jinim Hadicha xonim, menga yordamlashib etgina, men derazni ichib o'tayli. O'zim ocholmaydigan o'xshayman, dedim. Qiyri xotin ishga kirishib ketganimni xohlamagandek qiladi. Men mushaqqatda derazning bir qanotini ochdim. Manzarani ko'rish bilan qo'yqichichim tik bo'lib ketdi. Udilimda dahshatli qabristonlik turadi. Ustidan texchi gugum yo'rg'i ketmagan sarvi daraxtlari, qator-qator qo'yilgan qabr toshlari, tuvarakda sozliqlar ichida u yer bu yerda ko'lchak bo'lib qolgan suvlarning parqirashlari. Qiyr xotinning cho'nqir o'xtatganini angladim. Odam hayot vaqtida bu narsalarga ko'nish kerak qizim. Hammamiz oxiri boradigan yer mushu, dedi. Bu so'z tasodifiy uning og'zidan chiqib ketdimi, yo o'zim bilmasdan bu manzarani ko'rganda qo'rqish, huriqishni bilindirib qo'ydimmi? Shu zamon o'zimni tutib oldim. Jasur bo'lish kerak. Xushallikni ifoda qiladigan xotirjamlik bilan. Bu yer qabristonlikkanda bilmabdiman, dedim. Shunda qizim, bu Zaynala qabristonligi. Burundan qolgan. Hozir meyitlarni boshqa yerga qo'yadi. Bu yer tarixiy joy bo'lib qoldi. Endi men Zayna otining chirig'ini yiqib kelay. Hozir qaytaman. Zayna ota degan kim, Hadicha xonim? Xudo rahmat qilsin, bir muborak zot. O yerdagi sarvi daraxining ostida yotadi. Hadicha xonim tez ovozda bir narsalarni o'qib, talampaga qarab mardi. Men hozirgacha muntaq narsalardan cho'chib baxmagan edim. Lekin mush minutda sarvi daraxining puraqlari to'lgan qorong'u uyda yolg'iz qilish meni qo'rqitdi. Qiyr xotinning keynidan yugurdim. Men siz bilan birga boraymi? Jo'r qizim, borsang texim yaxshi bo'ladi. Kelibli Zayna otini ziyorat qilsang, yuzing yo'riq bo'ladi. Maktabning orqa eshigidan qabristonlikka chiqdim. Toshlarni aralab menishga boshladim. Ramazon va Hayitning oyam kunlarida hammachilarim meni Ayubdagi qabristonlikka elib boradi. Lekin o'limning bekmi qayg'uli va qo'rqinchli narsa ekanligini tunji qitim bu qorong'u qabristonlikda his qildim. Taşlar men ko'rgan qabr toshlaridan tamamen boshqa shaklda qator sap bo'lib tizilgan askarlardek ratlik, egiz, to'p-tuz, usti takshi, qop-qora toshlar edi. Ustidagi yiziqlarni o'qig'li bo'lmaydi. Faqatli beshiga yozilgan "Ya Rabbi" degan xatni farq qilish mumkin edi. Kichik chig'imda bir cho'chak olmagan edim. Qaysi bir kichik shahzodani ilib ketish uchun yiroq tog' orqasidan lashkarlar ketdi. Askarlar kunduzi g'orlarga mo'kinib, kechalari yo'l yuradi ekan. Qorong'uda ko'rinmaslik uchun qora kepan kiyib oladi ekan.
Shu holda oylarcha yo'l yurgandan keyin dal shaharni besib oladigan ketisi Xudoning kichik shahzodasiga rahimi kelib, qorong'uda yoshirinch kelayotgan qora kepallik lashkarlarni toshga aylantirib o'tibdi ekan. Bu qator tizilgan qora toshlar menga shu cho'chakni eslatdi. Voy Xudo, bu yer shu qora kepallik dahshatli lashkarlarning toshga aylangan yeri bo'lmasin yana, deb o'yladim. Bu Zeynalar kimlarkin Xadicha xonim? Men bilmayman qizim. Bu yezi aslida shularning ekan. Hozir qabrlardan boshqa narsa qolmagan. Xudo rahmat qilsin. Bular ulug' zotlar bo'lib, Zeyna ota bularning ulug'i ekan. Hech kim saqaytanmagan kasallarni mushiyaga ib keladi. Men bir polash xotinni xopash qilib akilib, mang'uzib elib ketganini bilaman. Zeyna otaning qabrisi qabristonlikning oyig'ida yo'g'on savra daraxining ostida ekan. Xadicha xonim har kuni kechida u yerga 3 tal chiroq yoqamish. Birini savri daraxining shexiga, birini eshikning ichiga, yana birini qabrning beshiga qo'ydi ekan. Qabra to'p-to'sh qizilgan o'rdan iborat edi. Zeyna ota bu o'rida 7 yil quyosh nurini ko'rmasdan kun o'tkazibdi. O'lgandan keyin uning muborak jasadiga hech kim qo'l tekkizolmabdi. Ustiga sandiq shaklda qabr yasab qo'yibdi. Xadicha xonim chiroqlardan ikkisini yoqdi. O'g'riga tushirgan bir necha bosqichli palampayni men ko'rsatib turib, "Qani qizim, ichiga kiraydi", dedi. Palampaydan tushishga jur'at qilolmay turardim. Hamrohim menga qayta o'rlib, "Qani qizim, bu yerga kelib ko'rmasang gunoh bo'ladi. Ko'nglingda nima tilaking bo'lsa, Zeyna otadan tila", dedi. Yuragim g'azan bo'lgan yo'pilmoqdek titrab, palampaydan tushdim. Agar qabrdagi o'liklarda kichikkina bir his bo'lsa, mushu minutlarda mening his qilganlarimni albatta bilib olgan bo'lardi. Dimog'imga sovuq nam to'pining purqi urildi. Zeyna ota qabrisi yeshil bo'yalgan qalay bilan qoplangan edi. Keyin Xadicha xonimning aytib berishicha, butun umrini qanoat va muhtojlikda o'tkazgan Zeyna ota o'lgandan keyin ustiga chiroyli yopiqlar yipilib bezlashni xohlamaganmish. U yer bu yerdan avatilgan yopiqlar bir haftalar chidaydi ekan. Ondan chirib yirtilib ketarmish. Anglayotganinglar bel qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Qiyr xotun pichirlab bir nimalarni o'qib duo qilgandan keyin avliyoning bosh tarafidagi chiroqqa yoq qo'ydi. Keyin menga o'rilib, yezida birisi o'ladigan chaqda Azroil alayhissalom avval Zeyna otini ziyorat qilamish. Shu chaqda bu chiroq o'zligidan o'chib qolamish. "Qizim, endi Zeyna otidan tilaydiganingni tila", dedi. Tezlarim pükülünüp, öğre turgudek halim qanmagan edi. O'tda qizib turgan manglayimni Zeyna otining muzdaq qabri teshiga yaqdim. Lavlarim bilan emas, balki yaralangan qalbimdan so'zlayotgandek, "Qani Zeyna ota", dedim. "Men kichik, nodon bir chala qushiman. Sen qanday yolvurish kerakligini bilmayman. Meni kechirgin. Hech kim menga sana yoqadigan narsalarning hech birini o'rgatmadi. Sening 7 yil kun nuri ko'rmasdan jafo chekkaningni angladim. Balki sen odamlarning zolimligidan, vafosizligidan qochqandursan. Jinim ota, sendan cho'ng bir narsani tilayman. Shu 7 yil ichida quyoshning, shamollarning hasratini chekkan chog'laring bo'lgandi. Seni shu minutlarning ochiq alamlariga chidatgan farishtalarning savrasidan mang'ini bergin. Ah urmasdan, yig'lamasdan hayot kechiray." Uyimda yolg'izman. Xadicha xonim meni baldurli yolg'iz tashlab, maktabning osti qavatidagi gamidek hujrasiga kirib ketdi.
u yarim kechigacha ibodat qilib, tasvir serib o'ltirdi ekan. 2 soatdan beri chiroq yo'riqida bu qurlarni yezyapman. Tashqarida yiroqdan suvning shildirlishi anglanadi. Naganda to'risda bir nimalar tiriqlaydi. Badanim shurkingandek bo'lib, quloq solaman. Shu zaman vayron binoning ichida yana boshqacha ovozlarni anglagandek bo'laman. Palampayning taqtaylari ostida g'ichirlab, dalanda odamlar pisirlab yurgandek ovozlar anglanadi. Endi yotqin chala qushi kechining qorong'uligida yoshirincha so'zlashgan bu ovozlardan qo'rqmagan. Ular har qancha qo'rqinchli zolim bo'lsa-mu, siyriq gullarning hammasining yetim qiziga qilgan zolimligidek jafosanmas. Zaynala 20-noyabr. Bugun atigan hisoblab ko'rsam, Zaynalaga kelganimga 1 oychi bo'pti. Bu 1 oy 10 yildanmi uzun tuyuldi. 1 oygacha daftarimga biror narsa yozishni xazinasi. To'g'risi, yezishdan qo'rqdim. Dastlabki kunlarning teliq turib o'tgudek umidsizligi ichida kim biladi, qanday o'rinsiz narsalarni yezib etdim. Mana endi bu yerga kunishga boshladim. So'ri alkesi hadining eg'izdan tusharmaydigan bir so'zi bor edi. Qizlarim, umidsizlik kesilining va tabiiy falokatlarning birdan-bir do'risi chidam va parvosizlik. Alamning ishida bir xil yushirin shafqat bor. Zorlanmaydiganlarni ochiq chiroy bilan qarshi oldiganlarni kamrak azoblaydi. Chala qushi bu so'zlarni doim kulimsirab turib anglaydi. Mana endi kulishga jur'at qilolmayman. Bu so'zlarning to'g'ri ekanligiga tan beraman. Zaynalada o'tgan mana mushi 1 oy ichida aqlimdan ozg'idek soatlarni o'tkazdim. Behuda avara bo'lma, endi buningdan nerisiga chidashlik berolmaysan, deydim. Shunday chaqlarda so'ri alkesi hadining avliyolarcha so'zlari meni qutqizib qoldi. Ichimda qon yig'lasammi, kulishga, naqshi aytishga, hatto ushqitishga harakat qilardim. Oxir berib qalbim bu yolg'on xushallikni go'yo rostdek his qilishga boshladi. Suvlashgan gullar suvga chilangandan keyin yosharganda qalbim bara-bara jonlanishga boshladi. Keyin atrofimdagi narsalardan tasalli izlashga urindim. Uzib olgan yupurmoqni yuzimga, lavlarimga surkaydim. Bag'dan tepib olgan nimjon aslanni ko'ksimga besib, nafsim bilan isitdim. Bek bo'lanmay ketganda o'z-o'zimga Farida, sarangni qilmag'in, bir oz g'ayrat qil. Yashash uchun kulib yurishdan, g'ayrat qilishdan boshqa hech narsa qilmaganligini yaxshi bilasan, deydim. Bu xushalliqlarning yasimi o'tkinchi bir narsa ekanligi ayon. Mayli shundaqmi bo'lsin, qop-qorong'i o'ngirga tushgan nur, uyrilgan tamning kesak to'pilari orasida o'lib qolgan ojiz bir gul, har nima bo'lgandimi hayotlikning alomati va insonning tasallisidir. Bugun juma, dam elish. Bir qancha kundan beri yig'iyotgan yomg'ir to'xtadi. Tashqarida ko'z oxirgi ayrilish bayramini o'tkazib. Yiroqdagi so'zilgan tog'lar, sazliqdagi suvlarmi quyoshga kulimsirab qarayotgandek. Hatto sarvi daraxtlari, qabri toshlarimi qo'rqinchli vahimasini yo'qotgandek ko'rinadi. Yuragimga qo'l silib baxsam, kunishga, hatto bu qorong'u ziyirkalik yiziga ko'ngil berib, yaxshi ko'rishga boshlaganimni sezdim. Kelgan kunimning ertasi deganligi dars boshladim. Bu birinchi kun hayotimdagi unutilmas bir kun. Ma'arif mudirining fidokorlik bilan remont qildirgan sinfini shu deganligi yaxshilab ko'zdan kechirdim. Bu yer ko'ni ig'il o'xshaydi. Hozir ostiga taxta yotqizib, derazlarni cho'ngaytib, aynak soldiribdi. O'choq mo'rsida qop-qora ko'ringan tomdagi qog'ozlar ichida ta'tir chaplangan xarita, iskeletning rasmi, yezi ko'rinishi va yilonning rasmi bor edi. Bular har holda yangi o'qitish qurollari bo'lsa kerak.
Sınıfning bag'chi tarafdagi temining tövida eg'il vaqtidan qolgan o'qirni elib etishni lozim ko'rmay, ustiga taxtaydan qapqaq bekitib sandiqqa o'xshatib qo'yibdi. Balalar yeydig'inini, kitoblarini va maktabda qalash uchun dalalardan terib kelgan o'tin charvalarni shu yerga qo'ydi ekan. Hadicha xonim bu sandiqning boshqa bir vazifasi borligini so'zlab berdi. Tayoq o'tmaydigan sho'x balalarni shuning ichiga solab qo'yib odam qilamish. Yezi boshliqining Vahbiy ismli kichik o'g'li bor ekan. U maktabdagi butun vaqtini shu sandiq ichida o'tkazadi ekan. Bu bala yomonlik qilib qo'yganda o'zligidan shu sandiqqa tushib, tavutdagi o'likdek o'ndisiga yetib qapqiqini o'zi yapamish. Men hayron bo'lib, "Yezi boshliqi bir nima demamdi?" deb so'radim. Hadicha xonim beshini chayqab, "Yezi boshliqi texi xush bo'ladi. Barakalloh Hadicha xonim. Aql kirgizib yaxshi qilding. Bizning uydimi bir sandiq bor. Xudo buyursa, bu cho'shqa askilik qilsa, menni solab qo'yman" deydi. Bola tarbiyalashning yaxshi usuli ekanda, maktabda o'g'il bolalar bormi? Ha, ishga uchi bor. Cho'nglari G'ariblar yezisidagi o'g'illar maktabida o'qiydi. G'ariblar yezisi qayerda? Ov ko'ringan yerning oqsida. Balalarga uval emasmi? Qishda bo'libmi qor yaqinda uyaga qanday berib keladi? Ular ko'nib qoldi. Yomg'ir yog'magan kunlarda 1 soatga qolmay boradi. O'l yig'inda qor yoqqanda bir oz qiynaladi. Undaq bo'lsa, nemishqa ularni mush yerda o'qitmaymiz? Qizlar erkaklar bilan bir sinfda qanday o'qiydi? Ularni erkakda hisoblandiq. Albatta qizim. 12-13 ga kirib qolgan yo'g'onli yigitlarda. Hadicha xonim sal to'xtab, tilining uchiga kelib qolgan gapni deyishga petinolmadi. Oxiri jur'at qilib, "Endi texmi mumkin emas" dedi. "Nemishqa? Sen bekmi yosh muallimkansan. İstanbulda Xo'rozdan qochgan nomusli xotindir degan so'zni anglagan edim. Hadicha xonim xuddi shulardan o'xshaydi. Javob qaytarishni loyiq ko'rmay, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'ldim. Zo'r pedagogilik ko'rsatish natijasida qo'lga kelgan o'qitish uskunalaridan bir qismi ko'ni shakldagi qo'pol 5 dona partiyadan iborat edi. Lekin shunisi qiziqki, ulardan foydalanmasdan sinfning bir bo'ling'i dovlab qo'yilibdi. Nemishqa bu shunday qildingiz, Hadicha xonim? Buni men qilmadim. Burunqi muallim qilgan qizim. Balalar yerda o'ltirib o'rganib qolgan. Munardek egiz narsaning ustida o'ltirsa, mengasiga dars kiramdi. U muallim mufattish ishlar kelib qolsa deb butunlay chiqarib etishdan qo'rqdi. Maktabga balalar yangi kirganda partiga o'ltirg'izamiz. Keyin dars o'tganda bo'rning ustiga o'ltirg'izamiz. Qiyri xotinga menga yordamlashib bo'rni elib etishni aytdim. Yerni supurgandan keyin partlarni tizib sinf holiga keltirdim. Hadicha xonimning chiroyidan noroziligi bilinib turadi. Lekin menga qarshi chiqishga petinolmayotdi. Nima desam shuni qiladi. Qo'lim paskina texi besiq turib bo'lmay, o'quvchilarim bir-birlab kelishga boshladi. Bechoralarning usti beshi shunchalik qarab va vayron. Hech qaysining putida ya paypoq ya batinki yo'q edi. Beshini aski-tuski latalar bilan o'rib olgan, putiga kiyib olgan yog'och kayishlarni taraqlatib sinfning ishiga keldi. Dilqut xazinasi. Ishik oldiga kayishlarni silib, qator tizib qo'ydi. Balalar meni ko'rish bilan hurkishdi. Tartinchoqlik bilan ishdan marishatdi. Ularning qishqag'inimda qo'li bilan yuzini yipib oladi. Yoki ishikning kayniga bo'kib oladi. Oxir ba'zilarning belaklaridan tutib zo'rlab degudak sinfga akirishga majbur bo'ldim. Qizlar yonimga kelib, ko'zni ching yumib olib, qo'limni shundoq suyishga boshladiki, kulib o'tishdan o'zimni aram tutib qoldim. Yezining odatlaridan biri bo'lgan bu qo'l suyishlar kulkilik ovoz chiqaradi
va qo'limda oz-ozdan namli qoladi. Balalarni o'zimga ko'ndirib bilish uchun har biriga bir ikki og'izdan yaxshi so'zlarni qilatdim. Lekin ular mumkin qadar muloyimlik bilan so'rgan savollarimni odamni jeli qo'g'idek bir tarsaliq bilan jim turib olib javobsiz qoldiradi. Xeyli naz qilishib tortishgandan keyin aram deganda ismlarini aytishga rozi bo'lishdi. Zahra, Oysha, Zahra, Oysha, Zahra, Oysha. Voy xudoyim-ey, bu yuzda nima degan ko'p Zahra, Oyshalar bor. Kulgurek bir ish bo'lmasimi, menimga ajoyib ishlar keldi. Masalan, taftish kelib o'quvchilarni tunishtirishni talab qilsa, 9 Oysha, 12 Zahra bor deb o'yla tugitaman. Keyin oson bo'lsin uchun Oyshalarning sinfning bir chetiga, Zahralarni bir chetiga o'ltiribsam, bog'chada top o'ynatganimda Oyshalar bir chetga, Zahralar bir chetga deb guruhga ayirish oson bo'ladi. O'zimni tutanmasdan yoshirincha o'z ko'nglimni xush qilishga boshladim. Yangi kelgan qizlarga "Qizim, sen Zahrami yoki Oyshami?" deb so'raydim. Ko'pincha kutgan javobimni olatdim. Yalpaq yuzli kichik bir qiz hammasidan dadil chiqdi. Qara ko'zni menga tikib turib, "Mening itimni nerdan bilasan?" deb hayron qoldi. O'quvchilarni bir-birlab partaga o'ltirg'izgandan keyin o'rnini bilib olishni loyiq topdim. Bechorlarning holi shunchalik ediki, hatto partada o'ltirishni bilmaydi. Daraxt shixida yoki lampalarning ustida o'tirgandek g'alit qiliqlarni qiladi. Yenidan neri ketishim bilan menga yer tegidan qarab qo'yib, ajoyib ko'rinishda sangilatgan kir pochaqlarni putini qiypiq yoshirgan toshbaqadek asta tortib bilib yig'ishtirib oladi. Qanday qilamiz endi? Asta-asta o'rganib qolar. Anlayotganinglar Bilq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir narsa meni bekmo hayron qoldirgan edi. Yinimga tortinib qisilib kelgan, ko'zini yumib olib, qo'limni so'ygan, yezi kelinlardek og'izdan bir ig'iz so'z elish tas bo'lgan bu balalar kitobini ocha-ochmayla yuqori ovozda varqirab o'qiydi. Sinfda o'quvchilar ko'paygan sari Wang Chung texmi avjiga chiqib, menam qiyishga boshladi. Doim shunday varqirab o'qimdi. Buningga qandaqmi chidig'ili bo'lsin? deb so'radim Hadicha xonimdan. U hayron bo'lgandek menga qarab, "Shunda qizim, bu degan maktab. Palti qattiq chopmasa daraxt yo'nalamdi. Ovoz qanchalik qattiq chiqsa, dars mengasiga shunchalik o'rnishidi" deb javob berdi. Sinf asosan to'lgan edi. Maktabning birdan-bir chiroyli va yangi buyumi bo'lgan muallim ustiliga kuch bilan urdim. Ovoz chiqamay o'qinglar demoqchi edim, biroq buningga hech kim e'tibor qilmadi. Hatto aksicha buzib o'tilgan hari o'sidek g'umildashlar texmi avjiga chiqdi. A'uzu billah, abjad, uvas, huddi, jim ustunja, jim asroji. Balalarni tartibga solish uchun xiyli avvar bo'lganligim tushunishdi. Ammo oxir bu maqsadimga yetadiganligimga shubha qilmaydim. Hadicha xonimga: "Bugun burunqidek o'zing bilgancha o'qitgan Hadicha xonim, men sinfda intizom o'rnatilmoqchi dars boshlamayman" dedim. Qiyri xotin shubhlangan holda: "Biz nimani ko'rsak shuni o'qitamiz qizim. Sen bilganlarni biz bilmaymiz. Maktab yuzi ko'rmagandan keyin nima amalimiz bor?" dedi. Bechora xotinning nima demoqchi bo'lganini keyincha bildim. Hadicha xonim o'zini sinovatidi deb o'ylabdi. 250 kurush oylikdan ayrilib kelishdan qo'rqdi-da albatta. Havo shuncha ochiq bo'lsa-mu, qizlar beshiga ko'ni yog'liqlarni otib maktabga kelganini ko'rib, Hadicha xonimdan nimishqa bunday qilishini so'radim. Bu savolimga ajablanib javob berdi. "Voy xudoyim, bular cho'pchong, bo'yga yetib qolgan qizlar tursa, ko'chada yalangbosh yurmaydi-da qizim." Parvardigora,
10-12 yoshlardagi sazangdek nimjon rangsiz qizlar bo'yiga yetgan bo'lamdikina. Men rostilla ajoyib bir yerga kelib qopdiman. Lekin bu ahvol meni xeyli xush qildi. Bularni bo'yiga yetgan qiz desa, o chaqda meni o'ldirib qolgan qiyri qiz deydi. Endi hech kim meni bala deb shanxo qilolmas. Maktabga hammadan keyin o'g'il bolalar keldi. Bu bolalar cho'ng odamdek uy ishlarini qilib, quduqdan suv tatidi ekan, siyir sag'ir ekan, tog'dan o'tin to'shiydi ekan. Hadicha xonim ularga sirtda bir oz kutib turinglar dedi. Keyin o'ng'aysizlik bilan: "Yog'liqni unutib qolgan o'xshaysan qizim" dedi. "Yog'liqning nima lozimi bor?" "Albatta lozimi bor qizim. Men u aralashmayman. Biroq yalang bosh dars o'tish gunoh bo'lmadi." Bilaman deyishdan uyaldim. Sal qizirib, "Yog'lig'imni unutib chiqibdiman" deb yolg'on aytdim. "Hadicha xonim, undaq bo'lsa, men senga pokiz batis beray" dedi. Uydagi jaranglab ichildigan sanduqdan bir yeshil yog'liqni chiqarib berdi. Boshqa kelganda ko'may bo'lamdi. Beshimga yog'liqni soldim. İstanbul ko'chalardagi pal ochadigan segan qizlardek enkimdan chigib oldim. Bilindirmasdan derizning tutuq ko'rsatadigan ayniki oldiga berib o'zimni ko'rdim. Men muallim bo'lsam qanday qiyofatda kiyinishim kerakligini o'ylab qo'ygan edim. Menimcha muallima dars o'tganda boshqa ayollardek kiyinmasdi. Dilqut xazinasi. Xiyolimdagi qiyofat bekmi oddiy edi. Tizimga keldigan parqiraq qora satin ko'ylak, belida tasma belvoq, sal tuvarakda qo'lyog'liq va xotira daftar soladigan ikki kichik yanchoq. Bu qora qiyofatni etish uchun oq surubdan kang yoqa. Men uzun chashni azaldan yaxshi ko'rmayman. Lekin muallima bo'lgandan keyin qisqa chash yarashmas. Bir aydan keyin chechimni o'stirishga tirishgan bo'lsam-mu, texicha mo'ramga tushmagan edi. Men birinchi darsga musha deganimdek kiyindim. Tarsa chashlarim peshonamga tushib olmasligi uchun bes taridim. Paqiraq qora ko'ngligim tag'aqdan qutulanmayla yana tik turib olgan qisqa chashlarim ustidan bog'lagan yeshil yog'lig'im shunchalik qiziq tuyuldiki, kulib etmasligi uchun lerimni chang tishladim. Chashlarimni Hadicha xonim bergan yeshil yog'liq bilan o'rib olishga majbur bo'lgan o'g'il o'quvchilarimni tunishtirib o'tay. Chashqandek sanduqda kun o'tkazadigan kichik vakti. U haqiqatan kulkulik bir chashqanga o'xshaydi. Munchaqdek nurliq qora ko'zlik, kichikkina mug'andari yuzlik, ushluq inaklik bu balalarning ichida eng shaytini. O'rdek cho'nqur ko'zida iqiba, tishlari oppoq, lavlari qip-qizil. Quzg'unda qop-qora arab bolasi Jafar og'a. Uni yolg'iz Jafar deb chaqirganlarga maktabda javob qaytarmaydi ekan. Ko'chaga chiqibla tosh atadi ekan. 10 yoshlardagi iskilikdek o'ruq, cho'qur yuzlari maynat, tishlari ushoq, ashur. Oxirida sinfning ko'zga ko'ringan bolasi Hafiz Nuri. 10 yosh kirgan bo'lsa-mu, yuzi 70 yosh qiyirlarning yuzida qo'rilgan. Enkining ustida yengidan saqaygan chashqan yarisi tatqiba bo'lib, bu yara uning bo'ynini shexini putib etgan yalamash notiga o'xshatib qo'ygan edi. Pul tiyib chiqqan kirpiksiz ko'zlari, oq sallining ostida tuxumdek beshi, qisqasi pul to'lab ko'rgidek ajoyib bir maxluq. Hadicha xonim shu kuni atdiganda qabristonning kesib olgan o'l chiviqlarni yeniga qo'yib olib, bolalarni birdan chaqirib darsni o'qitishga boshladi. U dars berganda sinfda qiyomat qoyim bo'ladi. So'ra alkesiyada sinfdagi Wang Chongdan bearam bo'lganda, mumdek seriq barmoqlarini kirishtirib, ochiq zangar ko'zlarini bo'y Maryam qiyofatida yuqoriga tikib, "Menga do'zax azobini tortqizyapsizlar" deydi. Sinfdagi hamma shovqin so'ranning va tartibsizliklarning boshlamchisi bo'lgan chala qushi shu qilganlarni endi alam bilan o'zi tatib o'tadi. Odamni sarang qilib turadigan shovqinni besish.
balalarni jim o'tirib o'qishga, dars o'tganda diqqat bilan anglashga odatlantirish uchun 2 hafta avara bo'ldim. Nima bo'lmasin, emgagim bekor ketmadi. Dastlabki kunlarda qancha g'ayrat qilsam-mu, balalarni gapga kirgizolmadim. Hadicha xonimning sinfda yilondek vijildab tushgan hul chiviqlardan keyin mening ovozim ularga bekmo jonsiz tuyuladi. Ba'zida jinimga potganda Hadicha xonim bu yoqqa kelgin deb sirtqa qarab vaqiraydim. Uning ko'pga meni bilib osmonda uchib yuradigan jodugarga etilib sinfga kirishi jinimga orom beradi. Oqibat sinfdagi shovqinni asta-asta besishga muvaffaq bo'ldim. Endi sinfda jimjitlik, bolalar asta-asta gapga kirishga boshladi. Hatto ular qanchalik qattiq vaqirashsa, dars menisiga shunchalik yaxshi tushidi deb ishongan Hadicha xonimmi xush bo'ldi. Turib, Xudo sendan rozi bo'lsin, qizim, beshim tinjib qoldi, deydi. Biroq mening tiligim faqat bo'la emas. Ularga azroq bo'lsa-mu, hayot va shodlik beg'ishlashni izlaydim. Nima uchundir bu maqsadimga yetkilib bo'lmaydigandek ko'rinadi. Bu yezining uylari, ko'chalari, mazorlardek bolalardimi bir xil xunuk, naxushlik bor edi. Rangsiz lavlari kulishning nimaligini bilmaydi. Harakatsiz ko'zlari ig'ir qayg'u ichida faqat o'limni o'ylayotgandek ko'rinadi. Keyin menmu bir-birlab shularga o'xshab qolamanmi? Burunlarda o'limni boshqacha his qilatdim. Odam 50 yil, 60 yil, qisqasi xohlagancha herib charchab holdan ketguncha yashaydi. Harakat qiladi, o'ynaydi, keyin ko'zlari tattiq bir uyqu ehtiyoji bilan yumilishga boshlaydi. Shu chaqda oppoq yoki pokiz o'ringa kirib so'zladi. Yenidan boshlanadigan uyquning yenikkina masligi ichida kulimsirab abadiy uyquga ketadi. Quyosh nurida chaqnagan oppoq marmarlar ustidagi quchoq gullar, marmar ustidagi kichik cho'nqurlarga yig'ilib qolgan suvlarni ichishga kelgan bir to'p qushlar. O'lim desa mening ko'z oldimga mushundaq yiqindiq va orom baxsh xiyol keladi. Endi uning ochiq lazzatini archa va sarvi daraxtlarining puroqlari ichida tilim bilan tiydigandek, dimiqim bilan purgandek bo'ladi. Balalarning mushunchalik eg'ir, xushalliqdan yiroq bo'lishida Hadicha xonimning xeyli hassi bor edi. Bu bechora xotin muallimning vazifasi qalblarning hayotga bo'lgan istikini yo'qotish deb tushungan. Shunga doim balalarning ko'z oldiga o'limni keltirgizadi. Tamdagi tabiat to'g'risidagi ahliya so'zlar yozilgan lavhalarni maxsus shu maqsad uchun maktabga akagan deb biladi. Yana bu dunyo fanidir, hech kimga qolmas. O'tar dunyo, ketar dunyo, oxir zamondir. Mushundaq dahshatli munojatlarni o'qitgandan keyin iskeletning rasmini ko'rsatib, 5 kunda biz o'lganda go'shimiz chirib, ustiqinimiz mushunda qurib ketadi deb o'limning dahshatini, go'r azobini tushuntirishga boshlaydi. Qayir xotinning qarashicha boshqa rasmlarmi shu narsalarni ifoda qilamish. Masalan, chorvachilikqa oid rasmlarni ko'rsatib, Allah bu qo'ylarni qo'llarim yeb menga ibodat qilsin deb yaratgan. Biz qo'ylarni to'ymas qarnimizga tiqimiz, lekin Allah oldidagi qarzimizni o'tadikmi yo'q? Nada yurib o'taymiz? Aytilikka tuproqqa kirganda nima deb javob berimizkin qani? Degandek so'zlarni qilib, yana o'limni tasvirlashga boshlaydi. Yilonning rasmini Hadicha xonim Shah Mirat deb tanishtiradi. U og'rib qolgan yezliqlarning ismini yilonning ko'rsatqiga yezib, ularni davolab ketdi. Men bu bechora bolalarni bir oz bo'lsa xushal qilish va kuldirish uchun nima o'yinlarni ko'rsatmadim. Lekin emgaklarim bekor ketdi. Maktabda tanaffus tuzumini yo'lga qo'ydik. Balalarni yarim soatda yoki 1 soatda bir qitim baqqa ilib chiqib ko'ngil ochadigan qiziq o'yinlarni o'rgatishga urindim. Lekin nima uchundir ular bu o'yinlardan lazzat ololmaydi. Shundaq chaqlarda ilojisiz ularni o'z ixtiyoriga qo'yib berib, bir chetga qarab turardim.
Bu japa chekkan yashangan kishilarga o'xshash harg'an ko'zlari hech nimani ifoda qilmaydigan qiz bolalarning eng yaxshi ko'rgan o'yini bog'chaning bir bo'limiga to'planib o'lim, tavut, jinoza, do'zax, malaika, go'rga o'xshash qo'rqinchli oyatlarni o'qishdan iborat. Ularning yana bir naqshisi borki, ansam badanim shurkinib ketadi. Ular ovozni titirtib hammasi tanglar. Qaraqchilardek bulaydi seni, qo'riq tavutqa sulaydi seni, zalim o'lim anga chari yo'q. deb nola qilishganda ko'z oldimdan sap-sap bo'lib jinoz to'pi o'tadi. Bolalarning bekmi yaxshi ko'rib o'ynaydigan yana bir o'yini jinoza murosimi edi. Ko'pincha tushlikdan elishlarda o'ynaydigan bu o'yin dramaga o'xshash bo'lib, bosh rolni Hafiz Nuriy bilan Arab Jafar og'a o'ynaydi. Jafar og'a og'rib qoladi. Qizlar atrofiga to'planib Qur'on o'qiydi. Og'ziga zamzam temitidi. Oq tushgan ko'zini alaytib jon o'zganda qizlar faryod urib inkini qushtiradi. Keyin Jafar og'ani taxtiravonga yotqizadi. Balalarning sunib ketgan darvoza qanotini yeshil yog'liq bilan yepib yozgan tavuti haqiqiy qo'rqinchli tavutga o'xshab qoladi. Hafiz Nuriyning chirqiroq sat ovozda salat jinoza deb vaqirishi, azan etishi, namoz tushirishi odamning badanini shurkandiradi. Bo'libmi qabri beshida yo Jafar ibn Zahra deb talqin qilishlari kechalari tushlarimga kiradi. Aytganimdek bu yurtning havosi doim odamga o'limning purqini elib keladi. Bo'libmi kechalari buning vayinsiga va qo'rqinchligiga chidamoq texmi mushkil edi. Bir kuni kechasi tog'da chil bo'rlar hovlashqa boshladi. Men bekmi qattiq qo'rqib ketdim. Nima bo'lsa-mu Hadicha xonimning yiniga kirmoqchi bo'ldim. Lekin uning zaykash, gamiga o'xshash uyining eshigini echishi bilan ko'zimga cheliqqan narsa chil bo'rlarning g'o'lshidan ming hassa qo'rqinchli edi. Qiyri xotin boshdan oyoq latiga o'rnib olib, joy namoz ustida o'shidan ketayotgandek bo'g'iz ovozda alla nimalarni o'qib, ikki tarafga tavirinib, uzun tasvirsini seyratdi. Bu yerda men yaxshi ko'rishga boshlagan 3 narsa bor. Birisi derazamning tövdagi buloq bo'lib, uning to'xtamay shirildigan ovozi yolg'iz kechalarimda menga hamroh bo'ladi. Ikkinchisi kichikkina Vahbi. Hadicha xonim boshqurgan chaqda umrida sandiq ichida o'ngsiq yetib jazo bilan o'tkazgan bola. Men bu shaytonni bekmi yaxshi ko'rib qoldim. U bu yerdagi bolalarning hech biriga o'xshamaydi. Qey harfini J deb talaffuz qilib, yaqinlik va erkin so'zlashadi. Bir kuni bog'da Vahbi chaqnab turgan kichikkina ko'zlarini qisib menga qaradi. "Nima qaraysan, Vahbi?" dedim men. U tatmasdan. "Sen bek chiroyli ekansan. Seni okamga ip berayli. Kelimiz bo'g'in. Okam sana tofli, ko'nglik, to'g'oqlarni ip beradi." Vahbining hamma ishi yaxshi va menga yoqadi. Lekin nemish qilur meni hurmat qilmaydi. Ba'zida xafa bo'lib, quliqini so'zib qo'ysammi, buningga parvo qilmaydi. Balkim mush qiliqi uchun shunchalik yaxshi ko'rsam kerak. Vahbidan bu o'rinsiz gapni anglab, qo'shilmamni turdim. "Muallimanga shunday gap qilgan bormi? Boshqalar anglasa og'zingni yirtib o'tadi" dedim. Bala mening sadirligimni zangli qilgandek, "Bulongchilik emas-ku bu. Men buni boshqalar deb yuratdim-mi amisa?" dedi. "Ya Rabbim, bu mushtimdek yezi balasi nimalarni bilmaydi, ha?" U yana tartinmasdan shunday dedi. "Seni Istanbullik yanga deyman. Sana ko'shton mevasi akilib berman. Okam bo'yningga uncha marjonlarni ezib qo'ydi texi. Sening yangang yo'qmi?" "Ba, lekin u jora. Uni podachi Hasanga berib bitimiz." "Akang nemish qiladi?" "Soqchi. Soqchi nemish qiladi?" Vahbi o'ylanib beshini tatlab. "O, qo'riqchilarni tutadi shu" dedi.
Vahbiyning manga yoqadigan yana bir tarafi mag'rurligi va tarsaligi edi. O'zini cho'ng odamlardek tutishni biladi. Darsdagi xatoligini ko'rsatsam, xijil bo'lib qizirib ketadi. Lekin nemishqidir tuzitishni xohlamaydi. Qattiqroq talab qilsam, isyon ko'tarib, kamsitgandek yuzimga qarab, "Sen ayol kishi, aqling yetmaydi", deydi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuri Guntekinning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chalaqushi nomli romanini bugun mushaygacha anglatdik.